Qo'ylar, qo'rg'oylar. Videoni yoqitlaringmi? Короче, men bu qishloqni hozir men qishloq topmoqchiman. Men juda kuchli bir killerchiman. Mana avtomatlarim juda ko'p. Ikkita inventarimda bunaqa narsalar. Xullas men qishloq qidiryapman. O'ylashimcha shu taraflarda qishloq bor edi. Bo'lishi ham kerak. Bu yerdamidi yoki boshqa yerdamidi? Men juda kuchli bir askarman. Mani otga o'qim qaytib tiklanmaydigan avtomatlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun juda ko'p avtomat sotib oldim, narxi arzon. Nega? Chunki bu qaytib qilib bo'lmaydi. Qayerda qishloq bor ekan? Qishloq qidirib yuribman. Birinchi bo'lib mana shu yerdan assa ko'zlaymikan. Agar video yoqsa kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu video qiziq bo'lishiga ishonaman. Bo'la. Короче, obuna bo'lib qo'yasizlar, to'g'ri 64 taliga hayron bo'lishlaring mumkin. Mana shu yerda qishloq bormikan? Ko'ramiz. O'ylashimcha bor, otordim. O'ylar, endi boshqa hech qachon qaytib kelmaydi. 26 ta qoldi. Hali eng zo'r avtomat menimcha akam bo'lgani uchun men akamdan 3 ta olib olganman. Yo, 4 tami bilmayman. Qishloqim bo'ldi. Legenda Minecraft derman. Hozir qishloqlardan pul so'raymiz. Pullar, yo'qlarni olib tashlayman. Bu qishloq meniki. Hozir miyat olib tashlayman bo'ldi. Men legenda Minecraft derman. Xullas. Mana bachalar qaysi biri? Ha. Bu yerda eng katta golemni birinchi olib tashlaymiz. Men sezmadim. Yo'q. Avtomatimda o'q qolmadi. Bu degani MPT, ya'ni o'q qolgani yo'q. Shuning uchun endi bu avtomat menga keragi yo'q bo'ldi. Kechqurun bo'lyapti. Qo'riqchini o'ldirib, o'zimga bitta liboyda o'zim chiqib oldim. Yaxshi, bizga temirda kerak yo'q. Ana undan so'rayman, bu yerda mer kim ekan? Ejito, bu yerda mer kim? Bu yerda meri menman, ahmoq. Yo'q. Qishlog'imda negerlar ko'payib ketdi ba. Sen men nega dedimmi, sen o'lasan. Bu avtomatni o'qimagan ekan. Buni ne qo'ygan? Yo, WhatsApp. Omadqar bunga kelgan vaqtni qiladi bitta o'qim. Yaxshi, endi bu qishloq meniki. Ertadan o'zimga pul qidirish uchun hamma jitlar chaqirib olaman. Hozir baqiraman desam kechqurun o'zim charchaganman. Kamiga zombilar bu yerda ko'p ekan. Ana shu men to'g'ri bo'lsa ham zombilardan o'lib ketmasam bo'ldi. Yaxshi, uxlab olamiz. Bo'lib bo'lmasam ertagacha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Negerlar, qo'ylar. Xayr. Negerlar. To'g'ri vaqt bo'pti. Salom qo'ylar, negerlar sizlarga ham bitta salom berdim. Qishloqlar. Yo, what the fuck? Bu qishloq qanaqa qishloq? Bu qishloq la'natlangan. Deb ortdalar. Yerda sehrgarlar ham bor ekan. O'tmayaptimi? O'qib qolmagan. Bu otarni hech bo'lmasam shu o'ldi. Qishloqda maxluqlar ko'p ekan. Bularni o'zimizga olamiz.
Xullas, xos qishloqlar jonim qo'rqib qo'yam. Men o qishloqlar, barchanki. O qishloqlar, barchanki, baxtga. Salgina bulutlar qazib olamiz. Ot boshimga sal qoldi. Shunday zo'r avtomatim. Hozir menga 3 ta bulut yetadi. Shekilli. What the heck, bro? What the fuck? Bollar. Tak, nigirlar. Mana sizlarni ham jamlab qoldim. Sen kimsan? O'zingni menga tanishtir. Men o'shikaman. Shit. Sinch. Men bilmayman. Lattariga tushdim. Senchi. Men temirchiman. Yaxshi. Qo'ygan hamma jitillar qani? Qolgan hamma jitillar sen kecha o'ldirib tashlading, qo'yami? Ha, to'g'ri. Qishloqni portlatib, menga hamma pul berish. Avtomat ko'rsan. Hatto otiladi. Qaysi menga pul bermasang, o'shangni otib tashlayman. Qaysi birinchi menga pul bersin. Sendan boshlaymiz. Sen menga korotchi pulingni ber. Bor o'zingda bor pul. Agar 10 ta ko'p izumurt bermasang, men seni mana shu hozir otgan avtomatimda otib tashlayman. Ya, o'zingda bor pul. Menga bu pul berdi. What the fuck? Shuncha puling bor. Birodar, sen bir oy degangacha endi pul to'lamaysan. Sen bugundan boshlab men uchun oppoysan. Agar sen ham pul ber. Sen ham pul ber, korotchi. Tushundingmi? Men sehrgarman qarab. Ana, ko'rsam pul ber. Pulim yo'q-da, uka. Bermaychiman, unaqa ko'p pul olma. What the fuck? What the niggersan sen? Tushunsan? Niggersan. Sen niggersan. Las uka, senda pul yo'q ekan. Seni yo'q qilish kerak. Uka. What the fuck? Sen bacha qilmaganingni yaxshigina bilarkansan. Uka. What the fuck? Otsam fati. Bittasidan qutuldim. Mana avtomatik motor. Sen pul berasan, xulosdan olmay. Tushundingmi? Boyaga 64 ta izim bor edi. 32 tasi mana qaydi boydi. O'shani olib to'ladi. Xullas ikkalamizni o'chikdan to'ladi. Tushundingmi? Ya, sen nima fermer bo'l. Fermer kimini oldi? Ha, endi men fermerchiman, bu ustachi bo'ldi. Xullas kelishib mayli. Короче, bunda 32 sana 32 ta pulni bugun berib turamiz. Hozir qo'shib beryapmiz. Ha. Demak, ikkalang ham 32 tani to'lagansan, yaxshi. Bular kuchli, boy bular. Bugunga bo'ladi. Hali bir oydan keyin yana ko'rishamiz senlar. Men boshqa qishloqlarga tekshirib kelishim. Xullas, yaxshi. Bolalar, men ketdim. Xullas. O'z bir oydan keyin 5 kungacha ikkita chumo. 5 kunda ikkalang 32 ta 64 ta olmos, 64 izumur, 64 ta oltin bermasang, yana o'lasan. Yo, what the heck? O'zing shuncha pul olganmisan, uka? Sen menga uka deyapsanmi? Menda 64 izumur bor. Oh, what the fuck? Biz bergan puldan boshqa o'zingdan puling yo'q ekanmi? Asabdi bizmi? Men senga. Yana uraymi? Otaymi?
hazillashib qo'ydimda. O'zi o'q otmadim. Nima bo'ldi vatda? Xullas, hozir yo, what the fuck, zombi. Meni urmay, menga qarab turibdi, pulingni ber deb. Gazdan keldik deb turadi, hozirgina zombi. Gazga pulim yo'q-da. Короче, sen uchalasi ham o'ldi. Bo'ldi, birinchi qishloqda puli bitta ham jitil qolgani yo'q. Ikkinchi qishloqqa boramiz yaqin kunlarda. Mana shu videomizda agar 50 ta like yig'adigan bo'lsak, xullas bizda mana shu narsalar qoldi. Bu yerdagi hammasini o'ldirdik. Xullas bo'ldi, kanalga obuna qo'yinglar. Agar mana shu videoda 30 ta emas 50 ta like yig'adigan bo'lsak, men ikkinchi qishloqqa ham boraman. Ikkinchi qishloqda naqadar ko'p jitil bor, u yerda 7 ta jitil bor. Bittasini ham otmasam 7 ta jitildan ko'p menga oylik beradi. Birinchi qishloqda xo'rladik, endi ikkinchi qishloq xo'rdik. Mana shu yerda 50 ta like yig'sa, ikkinchi qishloqda ham xo'rlaymiz. Xayr bo'ldi.